1336-yil 9-aprel kechda dunyoni titratuvchi zot Amir Temur tavallud topdi. U yoshligidan ilm-fanga chanqoq va harbiy mahoratga shaydo bo'lib ulg'aydi. Temurning tarqoq bekliklarni birlashtirayotgani, Temur tuzuklari kitobining varaklanishi va Samarqand poytaxti etib belgilanishi kuch adolatdandir deb hayqirgan yosh bek parokanda yurtni birlashtirdi va qudratli saltanatga asos soldi. U Hindistondan Anadolugacha zafarli yurish qildi. Nafaqat buyuk sarkarda, balki ilm-fan va madaniyatning chinakam homiysi bo'ldi. Podsholar uning nomidan titrardi. Jangchilar esa unga bosh egardi. U qadimiy dunyoning so'nggi buyuk zabt etuvchisi edi. Qo'rqinchli, hurmatga sazovor, unutilmas bu Amir Temur haqidagi hikoya. Imperiyalarning sohibqironi. Bir 1405-yil Xitoy yurishi chog'ida O'trorda buyuk qalb urushdan to'xtadi. Ammo uning nomi va merosi mangu barhayot qoldi. Bugun sohibqiron tavalludiga 690 yil to'ldi. Ajdodlar yodi, faxrimiz.